Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana Dilisi Turdiqulov kanali. Bugungi videoda biz sizlar bilan ushbu akkauntda Tanga va Olmosko'p akkauntda Rodrigoning 81lik kartasini full holatga keltiramiz. Uning uchun bizda ham yetarlicha kuchaytirishlar mavjud. Agar kimga Tanga va Olmosko'p akkauntlar kerak bo'lsa, bemalol Telegramdan murojaat qilasizlar. Telegram lichkamda esa kommentariyadan topishingiz mumkin. Qani bo'lmasa bugungi videoni boshladik. Rodrigoga fitness ham texnika ham bergan ma'qulroq tezlik va tezlanishlarini, stamina darajalarini 195 chiqib, keyinchalik kontrol pas shot darajalariga ham bergan ma'qulroq deb o'ylayman. Hozirgi kartasi Rodrigoning Dilisi 26 da adashmasam 80 reytinggacha pastlab ketdi. Bu Dilisi 26 ni qish oylarida olinganmi 81lik kartasi. Bo'lmasa bugungi videoni boshladik. Avvalo fitness berishdan boshlaymiz. Internet ishladi. Strong darajasiga tushmoqda. Asosan tezlanishlariga tushsa yaxshiroq bo'lardi. Yana strong darajasiga tezlanish yaxshi. Yana strong darajasiga shu Dilisining eng harom qilig'idan yana strong. Staminasiga yaxshi. Yaxshi. Tezlanish strong bilan strong bilan tackling darajasiga tushmas. Yaxshi, tezlanish 90. Tezligi 87, yaxshi. Stamina darajasiga yaxshi. Tezlanish 91. Tezlanish 92. Strong 70. 88 tezlik. Tezlanish 93. Tezlik 89. Satira 90. Yaxshi, texnika berib qo'yamiz. Yaxshi, bonus 2 marta. 90 kontrol. 86 pas. 80 bo'lsa edi shot darajasi ham. Yaxshi. Fitness beramiz. 95 tezlanish. 93 tezlik. Stamina 80. Stamina 85. 94 tezlik. Yana strong darajasiga chiqmoq. Ketma-ket. Yana strong darajasiga strongning ish qilamizmi deyman. Afsus. Ikkitalik ko'ramiz. Rodrigoning tezligidan 192 stamina. Yaxshi. Endi tezlanishini ham 100 qilsak zo'r bo'lardi-da. Ikkitalik ko'ramiz.
Yaxshi, o'ta go'zal. Rodrigoning tezligi va tezlanishi 100 holatda. Oxirisiga texnika berib ko'ramiz. Fitness beraveraylik mayli. Rodrigo full holatda. Rodrigo yaxshi holatda full bo'ldi. Tezligi 100, tezlanishi 100, stamina 95, kontrol 92, past darajasi 86, short darajasi 80. Strong darajasi 78, taklini 49 holatda full bo'ldi. Strong darajasiga endi Rodrigoning staminasidan ham 100 chiqarmidi balki. Shu bilan bugungi videomiz tamom. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.